Bugun bizda SKB Battle'imiz birinchi ishtirokchilari tajribali G'ayrat Ismoilov va yosh o'yinchimiz Amal Ubayinov. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. G'ayrat sizdan boshlaymiz. O'zbekiston poytaxti. Toshkent. Amal senga o'tamiz Estoniyaning poytaxti. Istoriyami? Samarqand. Estoniya. Ha, Estoniya. Да. Ha, А что, так можно было, что ли? bilmadim. Keyingi savol. Portugaliyalik eng mashhur futzalchi. Ricardinho. Keyingi savol senga Afg'onistonlik eng mashhur futzalchi. Afg'oniston. Bilmadim. Uchinchi savol. Ispaniyaning eng mashhur 3 ta komandasini sanab bera olasizmi? Ha. Futzalda. Barcelona. Hop. El Pozo. Movistar. Keyingi savol senga. Gollandiyadan futzaldan 3 ta eng zo'r komandani sanab bera olasizmi? Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang. Gollandiya o'yinchilarini bilmayman.